Mana og'aynilar, assalomu alaykum avvalo. Mana og'aynilar, o'sha prezidentlar kelib uchrashayotgan joy mana. O'sha neytralniy zona degan joy, ana shu neytralniy zona. Mana odamlarning ishlashini ko'ringlar. Mana men hozir keldim rais bilan. Mana men videoga xizmat qilyapman. Mana bayroqlar Tojikistonniki, O'zbekistonniki, Qirg'izistonniki mana. Mana bu xalqni ko'ryapsizlar. Qonuni mana shu yerda, lekin bizdan yo'q lekin. Только O'zbekiston, Qirg'iziston kelib mana joylarda qilib kranlar, bari texnikasi shu yerda, lekin o'zbek bilan qirg'izniki. Biziklar hali kelgan yo'q. Mana suvlarni olib kelyapti bular. Toza kulturni bo'lyapti betlar. Vobshe chiroyli joy bo'libdi. Ana bu ko'rinib turgan joy O'zbekistonning chegarasi. Mana shu yerga katta joy qilyapti, mana yalanglik. Juda zo'r joy bo'lyapti o'yinlar. Mana bu bitta yangilik. Mana men bugun 30-kuni kelib, mana o'sha joyimizni ko'rib ketyapman. Erta mana shu yerda uchrashuv bo'ladi mana. Bular o'zbeklar, mana o'zbeklarning mashinasi mana. Bular ham nimalarni vaqtlanib qilyapti. Vobshe zo'r joy bo'libdi, lekin kelajakda katta bozor bo'lishi ham mumkin ekan debdi. Nima desam? Ilgari targoviy bozor deyardik, shunday targoviy katta bozor ham bo'ladi shekillanishda. O tarafdagi nimaniki? Qirg'iziston tarafi. Mana og'aynilar. Mana hammasi zakon bo'lyapti. Tinch bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana sizlarga yangilik. Men ko'rganim yo'q edi o'zim ham, mana men o'zim ham kelib hozir ko'rdim mana. Haqiqatdan zo'r bo'libdi, haqiqatdan chiroyli joyda bo'blabdi lekin. Sement qo'yib mana terminal deydimi, o'shanaqa qilib va lisensiyalarni qilib bo'latgan. O'shaga chiqib nima qilsa kerak endi? Uchta prezidentlar bir-birlari bilan nima qilsa kerak? Vobshe chiroyli joy bo'libdi lekin. Haqiqatdan zo'r joy bo'libdi. Pastda o'zbekning nimalari, saldallari ham turibdi. Hamma o'zi bilan o'zi qimillab yotibdi. Ular ham tinch bo'linglar, salomat bo'linglar og'aynilar. Mana erta kelib qolsam, yana men video tashlayman. Mayli, tinch bo'linglar, salomat.